Bo'lay desang mustaqil, xonadonni ikkita qil. Mana bugungi manzilimiz Eski Jigariston mahallasida 10 sotixli hovlini obzorga kelganmiz. Qanunda birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Mana azizlar, xonadonimizga kirib oldik. Xonadonimizda steyashkalar qilib qo'yilgan. Bu yoqda 4 ta xona chiroyli kirib yashaydigan holatda. Bu yoqda eski soyuz paytda solingan yana 4 ta xona, alohida ko'chada oshxonalari bor. Bu yoqda yangi fundamentlar 5 xonaga solib qo'yilgan. Bog'larda turli xil mevali daraxtlar ekib qo'yilgan. Mana azizlarim, uyimizning orqa tarafiga, ya'ni bog' qismiga o'tib oldik. Bog'imizda shundoqqina o'riklarimiz mana ko'rib turganingizdek to'kilib yotibdi. Bu yoqda yerlari unumdor, mevalari esa serhosil. 30 dan oshiq gilos daraxtlari, o'riklar, bodom, uzumlarni aytmaysizmi? Juda ham zo'r holatda. Mana shundoqqina hovlimizga uzumso'rlarni tagida kravatlarni qo'yib qo'ygan. Salqinda choylarni ichib o'tiradigan maza joyi bu. Tog'a, mana azizlarim, uyni ham ko'rib oldik. Uylarimiz kirib yashaydigan holatda bemalol bitta oila kelib maza qilib yashasa bo'ladi. Bu uchastkamizning narxini tog'amiz 31 ming etib belgiladi. Pastda raqamlar qoldiramiz. To'liqroq ma'lumot olish uchun aloqaga chiqingizlar. Shundoqqina tog' yonbag'ridan uchastka qidirib yurgan tanishlarimizga yuborib qo'yamiz.